O'zbekistondagi eng katta sayskali plashka kiyib beraman. 7 sekundda. 6 sekund 55 millisekund. Gumma xonimdamiz. Gumma xonimning 39-filiali ochilibdi. Mana shu yotgan xoniming xuddi ota-bobolarimiz qilgan xonimga o'xshaydi. To'g'ri do'st, buvimlar menga xuddi shunaqa xonim qilib berganlar. Vahmaqim ha? Bu yil ko'karib chiqqanlar-ku. Lekinchi gummasi juda ham to'yimli. Ani qaragin. Bizlar paytda gummanichi kam bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. U payt gumma xonim bo'lmagan. Hozir bo'lsa butun O'zbekistonda bor. 39 ta filial. O'ylayapsanlarmi? Ey, eng qizig'ini aytaymi? Pullaring o'zlaring bilan ketadi. Qand, choy, noni tekin. Albatta kelgan mijozi hurmatini joyiga qo'yishadi. Gumma xonimda halollik birinchi o'rinda. To'g'ri aytyapsanlar. Chunki gumma xonim xalq uchun xizmat qiladi. Onlaring yetmasa yana olib beraman. Polvonlarim. 39-filialimizni manzilini eslatib o'tamiz. Sarakulkada temir yo'l kollejida o'tgandan keyin temir yo'l institutiga yetmasdan o'rtada.